Metan propan o'rnatamiz aksiya narxlarda. Assalomu alaykum aka, mana bugungi mashinamiz. Damas mashinasini balon zamina qilyapmiz. Reduktorlarni yechib olib, yangi metan laydor reduktorlarni qo'yib beryapmiz. Zamina bo'lyapti. Orqa qismini ham balonni yechib olib, o'rniga yangi 65 talik balon taqib beryapmiz. Bu Gentra mashinamizga propan joylab beryapmiz. 47 talik tabletka balon taglarini shunqa qilib, akkuratni qilib stanovka qilib beryapmiz. Bu mashinamizga 3 million 200 ming so'mga 100% original zapchastlarda stanovka qilib beryapmiz. Ichkarida Haval M6 mashinamizga 60 talik beloruskiy balon joylab berganmiz. Termotrubkalar bilan kakvolojniy shumkalar qilib qo'yib beryapmiz. Oldi qismiga original jihozlarda stanovka jarayoni ketmoqda. Blok управления Avansi 32 ga 4, Nordic original reduktor, italyanskiy real farsunkadan foydalanyapmiz. Bu mashinamizga 4 million 300 ming so'mga stanovka qilib beryapmiz. Bu tomonimizda ham Haval M6 mashinamiz. Bu qismiga byudjetli variant qilib 3 million 600 ming so'mga stanovka qilib beryapmiz. Italyanskiy real farsunkani 1/1 lyuks kopiyasi. Nordic XP reduktor и Yevropa gazi Basico 24 ga 4 blok upravleniyasidan foydalanganmiz. Bu mashinamizga 63 talik balon joylab beryapmiz, turetskiy balon. Kimga ana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.